Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersine gacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2024 yıl 5. ayının 15. günü. Haftiga Seyşembe. Bugün haftiga neyim oldu vatandaş? Bugün haftiga Çarşembe vatandaş. Geçelim. Leksiya dersine gacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü sizlerge sözdeydiğen leksiya ve vaziyetimiz. Bunda kuluda vatandaş evvel vaziyetini bir anlayıtın. İki abzas. İkranda Cumhurbaşkanı yetip geldi. 126 devlet armiyası Tinç Okean'a toplandı. Asli mavzu Amerika'nın qoğluğu çaparxodu. Tayvan boğazıdan besip ötüple kalmay. Spratel takım arallardan hem besip öttü. Cumhur'un teşebbüsü qora qağazga aylanıp kaldı. Hong Kong, Büyük İra, Yeni Tanlıkla Birleşme Video Film. 5. ayının 14. günü YouTube vatandaş. Yeni bir haber bugün kendi Amerika Koşmuş Ştatları qaratmılığı güçlü kaldı Cumhur'a qaratkan tamojni bejinin normusunu yuqori ko'tardi. Umumyüzlük soda urushi başlandı. Ümit Sadası 5. ayının 15. günü YouTube. Yani bir haber vatandaş. Amerika Cumhur'un elektrik maşina ve Android teknikisini bütünlüğü boğup taşladı. Cumhur'un pen teknikisi muqarrar halak buluşu gerek. Pul qaraydığı yılla 5. ayının 15. günü YouTube. Biz vatandaşlar siyaset karakterlik siyasetlerini Amerika Koşmuş Ştatlarının ilan kılgandan keyin bir-birlep vatandaşlar yetkizip geldik. Bunun içinden de halkılık nokta qaysıydı? Halkılık nokta Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden hükümetinin yuqori derecelik amaldarı Devlet İşler Katibi Antony Blinken 4. ayının 26. günü Beijing'den seferinden ayrıladigan çağda biz sizlerge aytgan sözlerini ve yoki qo'ygan talablarni derhal icra qilishinglar kerak. Agar sizlar qo'l silib bu masalalarni hal qilmaydi ekansizlar, biz Amerika qo'l silib ishlaymiz. Degan edi vatandaş. Şu qaytib kelgandan keyin Davlat İşler Katibi Antony Blinken mana aralıqda 10-13 gün ötdi vatandaş. Endi qaraymizki bugün muşu mavzu aslida deydi ki hazır Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhur o'rtasida umumyuzlik yoki soda urushi umumyuzlik boshlandi. Bundan burun sizlarga so'zlagan leksiyada 37 shirkat Cumhur shirkati qor tizimlikka ilindi degan edik. Ham shundaqla Rossiya va Cumhur o'rtasida bank munosabatlariga qaratilgan yoki bank munosabatlariga tegishli pul muomala shirkatlarini boykot qilishga, embargo qilishga uchradi degan edik vatandaşlar. Endi bugungi kuni kelganda bu ayrim holda aralıqda tunagan dedik elektrik mashinaga 4 tanesi egirletip tamojni beje qo'ydigan bo'ldi dedik vatandaşlar. Endilikda bugundan boshlab bu haberlarda nima deyilyapti? Umumyuzlik soda urushi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhur o'rtasida boshlandi. Demak sen masalalarni hal qilmaydi ekansan. Endi soda urushidan aytganda faqat agar raqobat bor, Cumhur bilan Amerika o'rtasida soda raqobati bor deyilsa, bu raqobat odil raqobat bo'lishi kerak. Masalan bugungi kunimizda takrorlanayotgan Yevropa ittifoqiga to'kma qilib setish eşinde mahsulotlarni Amerika bozorlarida to'kma qilib setish eşinde mahsulotlarni mush orqali dunyoviy savdo sistemasi yoki savdo qurilmasida
ta'minlash liniyasi buzg'unchilik qilish bugungi Jungo Kompartiyasining soda harakat faoliyatlari bo'lib qoldi vatandosh. Shunga dediki, biz qo'l silib ishlaymiz. Amerika qo'l silib ishlaydi. Mana bugun Amerika munosabatiga soda jihatdan, soda tijorat jihatdan qo'l soldi vatandosh. Endi sizlar ma xabarlarni tafsili anglaysizlar. Mesela alaylı Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning Jungoga qaratgan umumyuzlik tomojna urushi uzak, Android urushi elektrik, mashina urushi qisqasi, tomojna urushi umumyuzlik boshlandi. Pul qaraydigan yillar 5-oyning 13-kuni yutib. Endi yana bir mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden $180 milliard Jungo import tovarlarga assilab boj qo'yishni qaror qildi. Mavzuli xabar 5-oyning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Konkret material vatandoshlar. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 5-oyning 14-kuni seshanba qiymati $180 milliard Jungodan import qilingan tovar mollar hassilab boj qo'yishni qaror qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakili Katrina Tay Aqsaroyda muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Strategik xarakterga ega bu harakatlar Amerikaning Jungodagi iqtisodiy taraqqiyotini cheklash emas. Amerikaning Jungoning iqtisodiy taraqqiyotini cheklash emas, balki Amerikaning odil raqobati va Amerika ishchilarining manfaatini qo'g'daydiganligini ko'rsatib bermoqchi. Buningda shuni ko'rib olishga bo'ladiki, Amerikada İki partiyaning adolatsiz savdo harakatlari masalasi, mesela raqobat adolatsizligi. Raqobat adolatsizligi masalasida Amerikada ikki partiyaning ko'z qarashi Jungoga qartilgan ko'z qarashi birdakligiga. Jungo zodi qandaq davlat? Savdo tijorat sohasida Jungo zodi qandaq davlat? Bu masalada Amerikada ikki partiya, Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetçiler partiyasining ko'z qarash maydoni birdak. Katrina Tay muxbirlarni kutib olish yig'inida yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden harakat qo'llanadiganligini izchil, aniq bildirib keldi. Prezident Joe Biden Jungoga qarata harakat qo'llanadiganligini boshdan oxir izchil bildirib keldi. Amerika ishchilarining manfaatini qo'g'dashni, Amerika shirkatlarining adolatsiz raqobatning zarbisiga uchrashdan saqlashni va qo'g'dashni. Adolat raqobatning zarbisiga uchrashidan Amerika shirkatlarini qo'g'dab qolishni Prezident Joe Biden azaldan birdak ta'kidlab keldi dedi. Prezident Joe Biden agar raqobat adil bo'lmaydigan bo'lsa, undaqda Amerika ishchilari va Amerika shirkatlarining agar raqobat adil bo'ladigan bo'lsa, sen tarafdan, men tarafdan adil bir raqobat muhitida raqobatlashadigan bo'lsak, u chog'da Amerikaning shirkatlari va Amerikaning har qaysi shirkatlarining har qanday kishi va har qanday shirkatlardan Amerika shirkatlarining g'alaba qiladiganligini, shirkatlarning ustidan Amerika shirkatlarining g'alaba qiladiganligini kapolatga qilgan bo'ldi. Oldingi shart raqobat adil bo'lishi lozim. Masalan, Jungoda bahoni tushirish, tamojda mal eksport qilgan shirkatlarga pul qo'shib berish, xalqaro bozorda bahorni tushirish, xalqaro bozorda to'kma qilib satish, bular bir savdo adolatsizligi, savdo sepili adolatsizlik. Bu orqali bahoni, mal bahosini qalaymaqon qilish, andan moliya nima? Ta'minlash liniyasi qalaymaqon qilish, bu adil raqobat emas, adil savdo muhiti emas. Endi bugun umumlashtirib aytganda yuqorqi so'zlarimiz 2 kundan bir kelib surayotgan so'zlarimizda xulosalaganda bir og'iz gap hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasi o'ttirisida bu qatam yana savdo urushi umumiylik boshlandi yoki
tamojda urushi umumyuzlik boshlandi. Mushu vaqt siz Jungo iqtisodining qanday ahvol turayotganligini bilasiz-ku vatandosh. Masalan, Jungo iqtisodida pul muomala sistemasidagi patparaqchilik. Jungo iqtisodida masalan bütün öy mülk ticareti umumyuzlik mag'lub bo'lib, uzil-kesil bitchit bo'ldi degili bo'lmaydi. Yana davomli shuvatidi, lekin öy imorat ticareti Jungoda bosh ko'targani yo'q. Çünkü öy imorat ticareti Jungoning iqtisodida parvoz. Agar bu parvozdan chataq chiqsa, agar bu parvoz yo'ldan relsdan chiqib ketadigan bo'lsa, Jungo iqtisodi butunlay tugashdi degan gap vatandosh. Endi arliq sizlarga Jungoda bankalarning ahvolini nima ekanligi sizlarga so'zlab keldik vatandoshlar. Hatta kishilar omonat qo'ygan pulini bankalardan ololmay, shior yezib chaplab bankining tomlariga pulimizni qaytirib, mana mushu holdagi Jungo. Hatta Jungoda umumyuzlik mulozimlarga masalan maosh beradigan kishilarga vaqtida maoshni tarqatolmaganligi Jungoning ahvoli mana mushu. Endi hozir Jungo bir xabarda aytilishicha Amerikaning bu savdo embargo yoki bu tamojda urushidan qutulishning bir yo'li pulni paxallashtirish. Renminbi xalq pulini paxallashtirish. Undaqda paxallashtirsan Amerika Qo'shma Shtatlarga balki taqobil turishi mumkin. O'zingning xiyolicha aytganda, ammo jamiyatning ahvoli pul paxallashganda nima bo'ladi? Jungo jamiyatining iqtisodiy ahvoli sening pul paxalliging bilan nima bo'ladi? Buni o'ylab ko'rishing mumkin, balki tadqiq qilgan bo'lishing mumkin. Lekin bu eng oxirgi chora bo'ladigan bo'lsa, pulni paxallashtirish. Vaqtida Jungo iqtisodining qaysi oqibatga, qaysi darajaga kirib kelganligi o'zing e'tirof qilgan, yoki o'zing boshlab bergan bo'lasan xolos. Bugun gapimizdagi gap xulosa degan to'qqa sen bu masalani hal qilmasang, biz Amerika qo'l silib hal qilamiz. Shundan keyin 13 kun ichida hozir Katerina Taynan tunugunki Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakili Katerina Taynan tunugunki muxbirlarga bergan bayonida bizning maqsadimiz Jungo iqtisodi bo'g'ib tashlash emas. Faqat qonunli, adil savdo raqobati muhitida raqobatlashish. Demek bunun ma'nosi hozir to'rbattirda pul qaraydigan yillar orqaliq paytlarda hozir dediki bir jumla Jungo Amerika o'rtasida umumiy yuzlik savdo urushi yoki umumiy yuzlik tamojda urushi boshlandi deydi. Endi bundaq ahvolda Jungo iqtisodining qanday o'rinda turadiganligini, qanday o'ringa tushib qoladiganligini siz tasavvur qila olasiz vatandoshlar. İkinci birleşimiz yakından biri Ukrayna to'g'risida yaxshi xabarlarmi, yomon xabarlarmi kelib turdi. Masalan, Ukrayna aldın saptik askerleri çekindirdi dedik. Masalan, Ukrayna şiddet kaldı Rusya'ya karşı uruş kılıvatıdı dedik. Delmişindaq peyte, qandaq peyt. Tünügün 15. bugün 15. 16. 2 içinde Rusya Federasyası'nın prezidenti hazır Beijing'e düştü. Beijing'de Reis Xi Jinping bilen söhbet ötküzüldü. Bularning o'rtasida muqarrar eg'iz qilingan birinchi jumla Ukraina urushi va Rossiyaga Jungoning yordam berishi masalasi. Dal mushundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning yuqori darajalik amaldori davlat ishlar kotibi Antony Blinken bugunlardan yana 14-kuni Ukraina Kiyev shahriga yetib keldi vatandosh. Demek Kiyev şehriga yetib keldi davlat ishlar kotibi Antony Blinken bu faaliyet yoki bu ziyorat. Bu ziyorat Azerbayjonda o'tkazilish oldida turgan Rossiya-Xitoy suhbati. Qanday ta'sir ko'rsatdi? Suhbatda Jungoning maydoniga qanday ta'sir ko'rsatdi? Suhbatda Prezident Vladimir Putinning maydoniga qanday ta'sir ko'rsatdi? Balki ikki davlatning beşini ağırtıvatkan Rusya-Xitoy o'rtasidagi Uyg'uriston masalasining bu qatim Beijingda suhbatda oshkora bo'lmasin maxfiy holda o'tirib qo'yilishiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Men shuning ishonaman vatandosh. Men başdan oxiri so'zlab kelyapman. Bu Uyg'uriston masalasi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi masala. Har qatim uchrashganda bu masalaning o'tirib qo'yilishiga, Rossiya-Xitoy o'rtasida o'tirib qo'yilishiga ishonchim komil. Chunki xalqaro besim Uyg'ur masalasi bo'yicha shunday yetib kelyapti vatandosh. Endi bugun deylar
Antony Blinken Devlet İşler Katibi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden'ning yuqori darajalik amaldorining Ukraina ziyarati ve Ukrayna'da sözlügen sözlere qarang, Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet İşler Katibi Antony Blinken 5. ayının 14. günü, yani haftanın 2. günü Ukrayna Kiyevni ziyaret qilgan mezgilde Amerika Qo'shma Shtatlari Ukraynani shartsiz qo'llaydi deb ifade bildirdi. Angla, Beijing'deki Prezident Vladimir Putin. Angla, Vladimir Putin'ni qarshi elayotgan Jungo'ning raisi Xi Jinping. Amerika Ukraynani qat'iy qo'llaydi. Shartsiz qo'llaydi. Anda Reuters bunda xabar qildi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken bunda ko'rsatdi. Bugun biz Ukrayna sen bilen bir septe. Yani Amerika Ukrayna bilen bir septe. Bir septe biz davamlı senin yeninde turumuz. Ta ki sen Ukrayna umumiyüzlük, egelik hukuk ve üzün tallap algay yolda iktidarını cari kıldırış kapaletke ege bolğıça. Biz davamlı sen bilen bir septe turumuz. Devlet İşler Katibi Antony Blinken Kiyev'de sözlevatıdı. Bizning Ukrayna qilgan yordamlarimizning bir qismi allaqachon Ukraynaga yetib keldi. Yani bir qismi yolda kelyapti. Devlet İşler Katibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Ukraynada Kiyev shahrida turib yana mundaq ko'rsatdi. Rossiya Ukrayna qaratgan tajovuzchilik urushida Ukrayna xalq tartgan ziyanni shartsiz to'lab berish kerak. Mana bu katta gapda. Agar urush to'xtasa, urush oxirlashsa, bundan Rossiya taraf mag'lub bo'lgan bo'lsa, bu urush chiqimini Rossiya taraf majburiy to'laydi. Shuning yarasha shuning avvalida hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat İşler Katibi Antony Blinken Rossiya bu to'lamni to'lab berishi kerak deyapti vatandoshlar. Bugungi leksiyalarimiz mana shu.